Shaytonning askarlari 20-qism. Savbon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam dedilar: Ummatimdan bir qavmlarni bilaman. Ular qiyomat kuni Tihoma tog'lariga o'xshagan hasanotlar bilan keladilar. Bas, Alloh azza va jalla ularni sochilgan to'zon kabi qilib yuboradi. Savbon dedi: Ey Allohning rasuli, bizga ularni sifatlab aytib bering. U zot alayhissalom dedilar: Ular sizlarning birodarlaringiz, sizlarning millatingizdan. Kechalari qanday ibodat qilsangiz, ular ham shunday qiladilar. Lekin ular Allohning harom qilgan narsalari bilan xoli qolganlarida ulardan saqlanmaydigan qavmlardir. Bu ishni qilayotgan inson mening hech kimga zararim tegmayapti-ku deb o'ylaydi. Ammo bilmaydiki, uning o'zi bu ishning qurboniga aylanadi. U inson ana shu jarlikning zulmatiga qattiq moslashib qoladi va bu zulmatdan yorug'likka chiqib ketishi kundan kun qiyinlashib boradi. Bu dardga yo'liqqan kishi o'z miyasini ana shu narsalardan tozalab tashlashi qiyinlashib boraveradi. Bu narsalar hozirda vabodek tarqalmoqda. Lekin negadir deyarli hech kim bu haqida gapirmay qo'ydi. Faxsh tasvirlarning miyaga ta'siri. Faxsh videolar sizning ko'zingiz orqali to'g'ridan to'g'ri miyangizga kirib boradi hamda miyaning dopamin, serotonin, epinefrin va oksitotsin kabi moddalar ishlab chiqarishiga sababchi bo'ladi. Tanamiz aslida bu moddalarni tabiiy ravishda ishlab chiqaradi hamda ular hayotiy zarur moddalar hisoblanadi. Ammo qachonki siz narkotik moddalar qabul qilsangiz yoki faxsh videolar ko'ra boshlasangiz, miyangiz yuqoridagi moddalarni me'yoridan ortiq ishlab chiqara boshlaydi. Miyangiz yangi qabul qilinayotgan faxsh videolarga nisbatan ta'sirchanlikni yo'qota boshlaydi. Ya'ni qachonlardir ko'rganingiz suratlar endi istayotganingizdek sizni qanoatlantirmay qo'yadi. Endi miyangiz bu kabi surat yoki videolardan nafaqat ko'proq, hattoki yanada uyatsizroqlarni istay boshlaydi. Hamda miya o'zini bu dozaga programmalashtirib qo'yadi. Ya'ni bu xuddiki oddiy va doim bo'lishi kerak holat deya qabul qiladi. Siz esa bu faxshsiz yashay olmaydigandek bo'lib qolaverasiz. Bu sizning iymoningizni zaiflashtiradi. Hozirda biz mutlaqo uyatsiz bir dunyoda yashayapmiz. Istalgan saytdagi videoni telefon orqali ko'rish imkoni bor. Bu jirkanch industriyadan kelayotgan daromad trillion dollardan oshayotgan bir zamonda yashayapmiz. Buning ortidagilar oldiga qo'ygan maqsadi esa sizlarning har biringiz qanday bo'lmasin ularning xaridoriga aylanishingizdir. Bu ish ortidagilar erkak-u ayollar va hatto bolalar bilan bo'lsa-da insonlarni jalb qilishga tayyorlar. Bu industriya jamiyatlarni axloqsizlar va bamisoli hayvonlarga aylantirishmoqda. Afsuski oramizdagi ba'zilarda bu kasallik bor. Siz buni onlayn ko'rasiz, telefoningiz yoki kompyuteringizda saqlaysiz. Balki gohida vijdoningiz og'rir, ammo siz yana va yana bunga qaytaverasiz. Va o'zingizcha, axir men bu ishim bilan hech kimga zarar keltirganim yo'q, shunchaki tomosha qilyapman deysiz. Bu ishlar sizning ruhingizni kemira boshlaydi. Namozlaringizda xushudan darak bo'lmaydi va ko'zlaringizga hech yo'q bir tomchi yosh ham kelmay qo'yadi. Chunki qalbingizda Allohdan qo'rqish hissi yo'qola boshlagan. Bu narsalar sizni insoniylikdan chiqarib bamisoli bir hayvonga aylantiradi. Siz hatto yon atrofingizga ham shahvatla alanglay boshlaysiz. Yoningizdan bir ayol o'tsa, siz unga bir insonga qaragandek emas, qo'pol bo'lsa-da badanning bir parchasiga qaragandek alanglaysiz. Siz har yerga, hammaga qarayverasiz. Metroda, o'qishda, ishda, ko'chada, qayerda bo'lmang, ko'zingizni tiya olmaysiz. Bir rasvo reklama banneriga tasodifan ko'zingiz tushib qoladi. Siz yana unga qaraysiz, ikkinchi bor, uchinchi bor tikilaverasiz. Endi siz ko'zingiz orqali ruhingizni bulg'aydigan hech bir imkoniyatni o'tkazib yubormaysiz. Keyin esa yana qanday qilib namozda xayolimni bir yerga jamlasam bo'ladi deb so'rab ham qo'yasiz. Siz qaysi dunyoda yashamoqdasiz? Murojaatim asosan birodar aka-ukalarimizga. Lekin afsuski ba'zi opa-singillarimizda ham bu muammo yo'q emas. Unutmang, bu bir urushdir. Bu urush bizning tanamizni emas, ruhimizni barbod qiladi. Uylarimiz ham bu urushning maydoniga aylandi. Men farzandlarimni bu narsadan qattiq himoya qilishimga qaramasdan bir narsadan qo'rqaman. Farzandim maktabga bordi. Bu maktab asosan musulmonlar o'qiydigan bo'lsa ham
katta bir ehtimollik bilan uning bir do'sti telefoni bilan keladi-da, "Hey, mana buni bir ko'rgin" deydi. Bu bugungi kunimizda sodir bo'layotgan ishlar, uydirmalar emas. Shunday ekan, men farzandimni bu rasvo dunyoga qarshi himoya hosil qilaroq tarbiyalashim kerak. Bu narsalar deyarli har yerda uchramoqda. Siz bir islomiy ma'ruzani ko'rib turibsiz. So'ngra YouTube sizga boshqa bir videolarni tavsiya etadi. Ularning ichida esa mutlaqo rasvolari ham uchraydi. Buni tasodifan deb o'ylaysizmi? Xullas, siz o'sha o'ziga tortayotgan rasvo rolikning ustiga bosasiz. So'ng yana va yana boshqalari. Qarabsizki, tuzoqdasiz. Sehrga yordamchi unsur o'laroq fahsh tasvirlar. Bu jirkanchilik qadimiy Vavilondan qolgan bir usul hisoblanadi. Milliardlab insonlarni illyuminatlarning rejalarini qabul qilish va ularga ergashtirish maqsadidagi psixologik ta'sir ko'rsatish usulidir. Shunday ekan, bu industriya yovuz kimsalar tomonidan insoniyatga qarshi, insoniylikni yo'q qilish hamda jamiyatni boshqarish uchun foydalanilayotgan katta qurol hisoblanadi. Qadimdan buyon to bugungi kunimizgacha fahsh tasvirlar, fohishalik ortidan pul topayotganlar hamda shayton jinlarga itoat qiluvchi kimsalar tomonidan foydalanilmoqda. Fahsh tasvirlarni ko'rgan insonning ongi osonlik ila ta'sir etilishdek bir ahvolga tushib qoladi. Bu narsalar insonni trans, ya'ni kuchli xursandchilikdan asablarning qo'zg'alib ketishidek bir holatga soladi. Shunday ekan, bu jirkanch fahsh tasvirlar shaytonlarni chorlash uchun katta bir yo'l va sababdir. Mana nima uchun bunday narsalarni ko'p tomosha qiluvchilar jin shaytonlarga osonlik bilan o'lja bo'ladilar. Tomosha qilish vaqtida ikki tomon ishtirok etadi. Bu ishni uyushtirayotgan birinchi tomon va tomosha qilayotgan ikkinchi tomon. Ha, aytishingiz mumkin, axir tomosha qilayotgan inson bu ritualda ishtirok etgani yo'q, u shunchaki tomosha qilyapti. Buni anglash uchun 3 narsani tushunib olishingiz yetarli. Birinchi, bu ritual, ya'ni fahsh tasvirlar aslida ham kimdir tomosha qilishi uchun tayyorlanadi. Ya'ni tomoshabin bo'lmasa bu narsalar kim uchun ham ishlab chiqilar edi. Ikkinchi, siz bu kabi tasvirlarni sotib olish yoki onlayn tomosha qilish orqali bu ish ortidagilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlayotgan bo'lasiz. Uchinchi, siz bu kontentning rivojlanishiga sabab bo'lasiz. Chunki siz qachonki bu kabi bir videoni tomosha qilsangiz, qidiruv tizimi bu kontentning tarqalish darajasini yanada kengaytirib qo'yadi va birgina ko'rishingiz sababidan ham balki yana ko'plab insonlarga bu kontent tarqala boshlaydi. Natijada esa sizning iymoningiz zaiflashib ketadi va buning sababidan siz navbatdagi gunohlarni yengillik ila qila boshlaysiz. Bu narsalardan qanday xalos bo'lish mumkin? Sizda hech shunday bo'lganmi? Shu kabi bir rasm yoki videoni ko'rgach, bo'ldi, men buni to'xtatishim kerak. Men qilayotgan bu ish yaxshi emas. Shu yerda to'xtashim kerak deb aytasiz. Bu kabi bir muammoga duch kelgan faqat siz emassiz. Ammo siz bu ishni qila turib, vijdoni qiynalmayotganlardan ko'ra yaxshiroqsiz. Inshaalloh, quyidagi qadamlar sizga bu kabi videolar va rasmlarni ko'rishdan voz kechishingizga sabab va yordam bo'ladi. Birinchi qadam, to'xtata olishingizga o'zingizni ishontiring. Bu kabi ishlardan voz kechish va butunlay to'xtatish uchun bu narsalar sizning tanangiz, miyangiz, xulqingiz, oilangiz va umuman hayotingiz uchun qanchalar zararli ekanini yaxshilab o'rganib chiqing. Agar o'zingizni to'xtatishga zaiflik his qilsangiz, siz qanchalar irodali ekaningizni eslang. Salbiy fikrlarni ijobiylari bilan almashtiring. Ikkinchi qadam, namozlaringizni to'la ado eting va Allohdan yordam so'rang. Albatta, namoz fahsh va munkar ishlardan qaytarur. Unutmang, Alloh subhanahu va taolo sizning xolis niyatingiz sababidan albatta sizga yordam beradi va tavba yo'lini ochib qo'yadi. Uchinchi qadam, o'zingizni baholang. Nimalar meni bu kabi narsalarni tomosha qilishimga turtki bo'layapti? Bu savollar javobi muammoning ildizini topishingizda va uni hal etishingizda yordam bo'ladi. To'rtinchi qadam, hoziroq bas qiling.
Tavba qilishga qaror qildingizmi, unda hoziroq buni amalga oshiring. Bugungi ishni ertaga qo'ymang va albatta bu botqoqlikdan chiqib ketishlikni Alloh taolodan o'tinib so'rang. 5-qadam. Telefon va kompyuteringizdagi u kabi video, rasm, saytlar nimaiki bo'lsa o'chirib tashlash orqali sizni bu ishga yetaklovchi ko'prikni mutlaqo buzib tashlang. Shu kabi kontentlar taqdim etadigan kanallar hamda sizni bu ishga yetaklaydigan do'stlaringizni tark eting. 6-qadam. Imkon qadar yolg'iz qolmang. Xonangizning kalitini uloqtirib yuboring va kompyuter oldida ekaningizda eshikni ochib qo'ying. Bo'sh vaqtingizni turli foydali narsalarga sarflashga harakat qiling. Chunki sizning bo'sh qolgan vaqtingiz shaytonning eng faol holati demakdir. 7-qadam. Oilangiz uchun qayg'uring. Agar siz hali oila qurmagan bo'lsangiz, unutmang, bu videolar to'ydan keyingi jinsiy zaiflikning eng asosiy sababidir. Agar siz oilali bo'lsangiz, shuni yodda tutingki, fahsh videolar oila buzilishidagi yetakchi sabablardan biridir. Oilangiz uchun qayg'uring. Jufti halolingizga ko'proq vaqt ajrating. 8-qadam. Bu kabi videolarni ko'rishingizga sabab bo'luvchi holatlardan yiroq bo'ling. Masalan, kompyuteringiz sizga kerak bo'lmaganida uni yoqmang. Chunki internetda shunchaki maqsadsiz o'tirish sizni yana o'sha kontentlarga yetaklashi mumkin. Oldinroq harakat qiling. Ya'ni bo'ron kelib qolganida emas, uning qorasi ko'rinishi bilanoq qocha boshlang. 9-qadam. Davriylikni hisobga oling. Ya'ni odatda shahvat sekin ko'tarila boshlaydi. Yuqori nuqtaga yetadi va yana sekin so'na boshlaydi. Ana shu davr esa taxminan 30 daqiqalardan ham kamroq vaqtni oladi. Ya'ni mabodo shahvatingiz qo'zg'ala boshlasa, unutmang, bu bir necha daqiqadan keyin mutlaqo o'tib ketadi va siz bunga qarshi tura olasiz. 10-qadam. O'zingizga ortiqcha ishonib yubormang. Men kuchliman, bu kabi videolar menga ta'sir eta olmaydi deb o'ylamang. Aslo. Bu fikr o'sha botqoqlikka qaytishingiz uchun eng xavfli sabablardan biridir. 11-qadam. Hech qachon mening farzandim bu kabi bir qopqonga tushib qolish uchun juda yoshlik qiladi deb o'ylamang. Ular nima bilan shug'ullanayotganlarini muntazam tekshirib turing va ularning yoshlik chog'idanoq smartfonlardan foydalanishiga yo'l qo'ymang. Va nihoyat 12-qadam. Ushbu video rolikimizni yanada diqqat bilan ko'ring va uni do'stlaringizga ham ulashing. Ya'ni aytilgan zararlar va tavsiyalarni unutmaslik uchun vaqti bilan video rolikni qayta ko'rib turing. Aziz aka-ukalar, opa-singillar, sizning bu botqoqdan xalos bo'lishingiz va g'alaba qozonishingiz hayotingizdagi katta muvaffaqiyatga aylanadi. Oynaga qaraganda siz endi intiluvchan, irodasi mustahkam va baxtli bir insonni ko'rasiz. Aks holda siz oynada o'z xohish istaklari yu shahvatiga qul bo'lgan insonni ko'rasiz va qanday qilib bu kabi ruhan bir zaif inson baxtli bo'lishi mumkin. Va shuni hech qachon unutmang. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Albatta, to bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning holini o'zgartirmas. Rad surasi 11-oyat.